Neç pul oldu boya aka? 26 million so'mga sotildi, hurmatli chorvadorlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar. Neç pul oldi bular? 10 million 750 aka. 10 million 750 ming so'mga uchosi bir joyga. Qo'chqora bular? Torting. Hurmatli Vodiy Buqa kanalining ashaddiy obunachilari, hurmatli akalar, ukalar, Andijon viloyati Shahrixon Cho'ja Xoldonbek chorva bozorida sizlar uchun chiroyli qilib bugungi Buqa bozorini ko'rsatib beramiz. 2026-yil hafta kuniga seshanba 6-yanvar Andijon viloyati Shahrixon Cho'ja Xoldonbek chorva bozoridamiz. Aka, buqalar nech bilan bo'ldi? 26 dan bo'pti. Sizniki-chi aka? Bir xil ekan, 26 dan 3 o'sib bir joyga sotildi. Sizni ham oldim. Kala mehnat uchun bir dona like bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Qani, Greenford buqalar. Fotografiya. Kimiki Novos masalasida kelmoqchi bo'lib turgan akalar bo'lsa, kelaversin. Novos masalasida ishingiz bitmasdan qaytmaydi, Xudo xolasa. Novos juda ham vibr ko'p batda. Katta bozor, vodiyda katta bozorlar ichida menimcha ikkinchi o'rinda yo birinchi o'rinda turadi. Nech pulga sotildi? Sotildimi? Nech pul? Ikkosimi? 58,5 million so'm bu. Aka, nech pul oldi bu? Voy! 26,5 million so'm. Bu-chi boy aka? 4 million yana bola. 34 million. 2 oylik. Yana bola. Arzon. Mana, kala. Yaxshi. Sotilibdimi bu? Yangi taqish bo'libdi, sotildi shekilli. Xudo xolasa taroziga ham o'tamiz. Aka, nech pul bo'libdi u? 25 million 500 mingga sotilibdi. Angus, bu-chi mana u? Savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti. Tarozi ham 60 dan deyapti. 60 mingdan taroziga kami bor deyapti-kan, 58,5 ming so'mdan taroziga savdo bo'lyapti. Tarozi ham pataloyi 62 minggacha sotilayotgan holatlarga guvoh bo'lib turibsiz. Aka, nech puldan bo'ldi bular? Nechaychilar? Aka, bu qancha pul bo'ldi? Shem nech pul bo'ldi chiroyli? 18 million so'm. Zo'r Novos olibsiz. 8 million. Kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar. Aka, nech pul bo'ldi bu? Aka, nech pul bo'ldi? 26 million so'm bo'ldi. Video ko'rib tursin, Vodiy buqalar yozuvi bor. Oxirini qarasangiz, podpisasi obuna bo'lishmoq. Nech bilan bo'ldi bular? Aka, to'xtatinglarni qo'yib boradi. Ha, torting endi. Aka, nech pul bo'ldi oqmosh? 50, 25 dan. Tortib olasiz. Ana aka, ko'rsating. 550, 570. Dot. Buqalar, qarang-da. Sayl olib ketibdi bugunga ham bozorda. Ma'na ham serob-garchilik, ma'na ham serob. Yaxshi chiroyli buqalar bo'lsa, nomerini qo'yib ketamiz, savdosini qilib olaverasizlar. Bu kimdan ekan bu? Bu kimniki bu? Qancha bo'ldi? Nech pul bo'libdi aka? 25 bo'ldi. 25 million so'mga sotilibdi. Kundalang bo'lib qoldi. Voy. Aka, mana savdo bo'lyaptimi? Nech pul? 27 yu. 27 yu nechi ham? Qisivordi mana. Qisivordi mana bu qo'y biz. 27 million ustida savdo bo'lyapti. Tortay. Uchtasi 75 mi? Savdo bo'lyapti yani. Nech pul bo'libdi bola? Yuringlar akalar. Voy tog'on nech puldan bular? Buni 29 deyapmiz, mana sement abi. Buni 35 deyapmiz. 29-35. Greenfordda 29 deyapmiz. 29, nariga ham 35. Mana. Novos serobmi? Buni angusam bizdan. Pastiyali bo'ladimi? Nomeringizni beraylik ishqibozga. 94lik 611 52 70. 611 52 70. Pastiyali shunaqa yaxshi novoslar bo'lar ekan. Futbol bizdan.
Aynan patsos ham bor. Olaman. Qaranglar. Qiziqsanglar aloqaga chiqaverasizlar chorvadorlar. Pastda 50 bo'lar ekan tog'amda shunaqa yaxshilar. 22 milliongacha patsoslar ham bor. Maydalari ham bor ekan. Bozoringiz bersin. Xudo xolasa tarozini ham ko'rib qo'yamiz bir. Necha bilan taroziga sotilayotgan olinayotganlar. Mehnat uchun bir dona lak bosib qo'yasizlar. Qadr qilib lak bosganda otasiga rahmat. Xo'p. O'tdi xudo xolasa taroz tomonga. Nech bilan bo'ldi bular? Aka bilmadim narxini. Yaxshi bo'pti. Bilmagansiz. Bu tog'angiz bilan nech pul berdingiz? 49 million. Ikkosigami? 49 million 200 ming, 50 million, 800 ming kam 50 million so'm jupiga savdo bo'lyapti. Charchamayapsizmi? Bozorlaymiz. Nech bilan bo'ldi bular? Gallanlar. Nech pul berdingiz boy aka? 26. 26. Bo'ldi aka, maynaqa degan. 26 million so'm. Boy taqotib olaychi. O'tib ko'ring. 1,5 ming so'mdan bo'ldi. Mana. Qasdimi? Taroziga so'ralyapti shekilli. Ha? Nech pul? 6,5 mingdanga. Necha kilo skitka bor? Aytyapman, yo'lda ketib chiqib qo'ysa, shu qo'lingizni olib borib turib solib, taroziga tortavering, uni ham pulni beraveraman deb skitkasiz. Yaxshi pul berdi. Zotga aka. Zotga 7 oylik o'zi aka. Mana shunaqa bo'lsa olaveramiz atrofda. Bu prosta bu so'yib sotgan emas bu. Zot uchun. Lekin ras oshib ketgan tarozi narxini 62 ni ko'rdik. Biz rasa pataloy qimmat bo'lib, hozir bu nasl uchun olishyapti. Tarozini kilosini qimmatroq sotib olib turib, kelishib olmoqchi bo'lyapti. 66 ming so'mdan taroziga savdo bo'lyapti. So'mga nech pul qilishdi buni? 5 taroz 4 oyoq. 1,5 million savdo. 28 million 500 ming so'm. Gap yo'q. Barakasini bersin. Soting aka, bering. Bu bola yomon qattiq ekan, ammo xo'rozvoz ekani, xo'rozvoz ishni qilmayapti ekan. Xo'rozvoz bo'lsa qattiq bo'ladi-da. Yut. Sen xo'roz o'ynab turib bir boyardim, yutdim bo'ladi. Boy beryapsa ham yo'q deb turaveradi-yu, urushadi bu deydi. O'g'il bolasiga o'ynab chiqarmayalik, meni chaqirib qo'ymaydi. Hali akam bor edi deb qo'ymaydi. Demaydi. Gap yo'q. Bozorini bersin. Hoppa. Shu video yerni o'chirib yuboring. Ha, xo'p. Shu yerda qarang. Jonivorlari. Boy aka nech bilan bermadingiz bularni? 56 yarim. Ikkosigami? 56,5 million so'm jupiga bir joyga savdo bo'lyapti. Kim bermayapti? Bozorini bersin. Taroziga qiziqishmadimi? Qo'y bermadi. Zo'r. O taroziga chiqyapti noz, ko'ramiz noxonasi. Nech pul oldi bu ganlar? 17 million 300 ming so'm. Ola do'kon savdo bo'lyapti. Ha boy aka. Assalomu alaykum Oz aka. Sog'lik. Yangi yillar. Rahmat. 1 yoshga qarib. Ha. Yaqinlashdi. Nechun? 61,5 ming so'm. 61,5 ming so'm hurmatli obunachilar taroziga savdo bo'lyapti. Aytdim azizcha oldin, eng baland 62 ming so'mdan tarozigacha sotilyapti deb. Nech kilo skitka so'ralyapti? Shu endi o'zi dehqon himmati. Himmati. Alojon ham bor ekan uka. Savdo qilyapti. Gap yo'q. 61,5 ming so'mdanga bermadi. 61,5 ming so'mdan. To'g'ri oyoqqa nech pul qilishdi kim buni? Ha, boy aka? To'g'ri oyoqqa nech pul qilishdi? 50 ming. 50 million. Bitiringlar. Hurmatli akalar, ukalar, chorvadorlar, xudo xolasa
chiroyli syomka qilib beradigan umidamiz. Keyingi syomkalarda ko'rishishar. Rahmat, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin.